Jizzaxlik Yusuf degani boykaga vizit tashlagan ekan. Xullas Yusufjon, biz urgutliklar yerdan chiqqan qo'zg'orni emas biza. Biza gapimizga javob beramiz. Boyka uchun men turib beraman. Xullas boyka Yusufbekni yutsang agar deltani hisobidan $5000 men senga podarka qilaman. Xudo xolasa Yusufbek jangimizni ko't. Xudo xolasa 24-dekabrda seni yigit tashlayman. Gap yo'q mana bratanni qara 5000 tik bor. Akajon. Bratan gap yo'q shonar ekansiz boyka ukasiga, boykami, gaykami. O'sha $5000 pul tikibsiz. Gap bo'lishi mumkin. Mana Sulton Fus bizani ham mana kafeda egasi ukamiz Sulton Fus kafesini nomidan bu ham 5000 Yusufga qo'yaman sizga debdi. O'rtaga 5000 videolarga 10 ming qo'yinglar, mana bu qomor bo'lmaydi, homiylik qilasizlar. Qaysi bilan yutsang, ne qo'limiz sart pul ko'rganda bo'lsin, bratan, men o'zim ham juda ham qiyinchilik o'ylada o'sganman. Mana sal bu arava haydab bozorda juda katta bo'lganman. Men tanigan bilgan biladi. Mana endi mana mana bular qo'llayapti, uni qo'llab sal qo'limiz pul ko'ryapti. Bratan, nima deyman, akajon, nima deysan sen? Sulton kafesining nomidan Yusuf akamizga biz ham ataganimiz bor, ataganimiz tikamiz. Kelinglar shu sovrinni shu pulni o'rtaga qo'yaylik. Yutgan sovrinni olib ketsin. Nima deysiz shu taklifimiz? Akajon, sizni hurmat qilamiz. Gap yo'q, siz gapingizga testiba qiladigan odam ekansiz. Bratan, ko'rdim $5000 tashladingiz. Nima deysiz shu gapga, akajon? Bizni kutamiz.